Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana bugun qilib bergan ishlarimiz yana bittasi lab avtomobiliga bo'ldi. Xo'p, bunga yoniga yashik, o'ng tomoniga ham, chap tomoniga ham yashik qo'yib berdik. Ikkita san'atda. Bunisi gabarit chiroqlari bilan orqalariga zash bamper qo'yib, bamperlariga nerjikalarni qotirib, chiroqlarigacha qo'yib berdik. Ichkari holatlari polnisti fayr bo'ldi. Oldlardan forchka ham ochib yubordik. Ichkarilarga chiroq ham qo'yib berdik. Qo'llariga pensiy fanera qo'ydik. Xo'p, stiglarni ko'rsatib oladi, idealni qilib qo'yganmiz. Orqalari tepaga qarab ochiladigan bo'ldi. Namazlik o'xshab, namazlatirdik. Bu yoq tomoniga mana yashik ham bor. Bu tomondan ko'rinishi. Templari koreyskiy 650 gramm material, 5 yil garantalari boridan qilib berdik. Balandliklarini 1.60 qildik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, har doim aloqadamiz.